Haydovchilarimiz uchun yana bir yangilik. Qoidabuzarlik uchun to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy jarima emas, ma'muriy ogohlantirish qo'llaniladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ma'muriy ogohlantirish, jazo chorasini kiritish va ijtimoiy xavfliligi kam bo'lgan, yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan huquqbuzarliklar uchun ogohlantirish jazosini qo'llashni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Bunda quyidagi 6 ta qoidabuzarligingiz uchun birinchi marta sodir etgan shaxslarga nisbatan ma'muriy jarima emas, ma'muriy ogohlantirish qo'llaniladi. Ushbu qoidalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun, ya'ni kamar taqmaslik, texnik ko'rikdan o'tkazmaganlik uchun, tegishli jihozlar bilan jihozlanmaganlik uchun. Ikkinchisi, boshqarish vaqtida telefondan foydalanganlik uchun. Uchinchisi, boshqarish vaqtida monitordan foydalanganlik uchun, ya'ni monitorda siz harakat paytida kino, klip, shunga o'xshash narsalar tomosha qilsangiz. To'xtash va to'xtab turish qoidabuzarliklari uchun. Beshinchisi, majburiy sug'urta qilish talablarini buzganligingiz uchun. Hamda 6-qoidabuzarlik bu piyodalar ishtirokida piyodalar va yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun, ya'ni piyodalar o'z joyida telefondan gaplashib o'tishda, naushnik bilan kitob o'qib va shunga o'xshash qoidabuzarliklar uchun. Yuqorida sanab o'tilgan qoidabuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish yozma hamda elektron shaklda qo'llaniladi. Bundan tashqari, har bir shaxs uchun ma'muriy ogohlantirish 1 yilda 1 marta amalga oshiriladi. Bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting.